Malibu 1. Hurmatli obunachilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Bag'az avtomarketdan sizlarga navbatdagi ko'rsatilgan mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan zo'r sosiyadagi tayyor Malibu 1 mashina bo'ladi. Mashinamiz ko'rib turganlaringizdek beli jemchuk, ya'ni молочный svetda 123 ming probeg yurgan, kraskalari 100% rodnoy tekshirdik ko'rib, ana keyin notariusda pochana asosida bo'ladi. Mashinamizga 4 dona top-toza bo'sh balonlari qo'yilgan, zo'rindan diskalari bilan birga Krishalari qaraltirilgan, lyuk hamarsalari ishlaydi. Salon holatlarına keladigan bo'lsak, mashinamizning salonlarning sostanasi akkuratniy, svej duribdi. Ko'rjalarning holatlari ham zo'r. Tirishdan tushib ketmagan. Oyoq tena poliklari tashalgan. Mashinamizda 4-pokoleniya metan gaz balonlari o'rnatilgan. Motor xodoyinda kam uskunasi yo'q. Xudo xolasa mashinamizni hamma joyi zo'r, tayyor turibdi. Olib azatminsangiz bo'ladi. Bahosi 125 million so'mdan ustunda kelishiladigan yeri bor. Avtokredit, naqd pul, barter 70-80 million so'm bilan 1 oy yarim oy durush variantlari ham bor. Generalni ham beramiz do'stlar. Ishqilib har xil varianti bor. Qiziqqanlar ekranda ya video ostida nomerlarimiz turibdi. Bog'lanib mashinani Bag'at avtomarketdan xarid etib ketaverasizlar. Bu yerda boshqa turdagi mashinalar ham bor, yurtdoshlarga ko'rsangiz bo'ladi.